Kapot qismini ham yopib qo'yamiz. Hurmatli obunachilar, bu videoni 504 ishqibozlariga jo'natib qo'yamiz. Juda ham ko'pchilik bizani mini traktor sotishimiz bilan taniydi azizlar. Oskardan yana bitta yangiligimiz. Hozirda 504 lar sotuvda azizlar. Motori Quvoncha dunyo bo'yicha yetakchi o'rinlarda turadigan motor hisoblanadi. 4x4 ya'ni oldi orqasi tortishga mo'ljallangan traktorimiz. 4 ta portion, sovishi, antifriz, buni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Mana azizlar, motor qismlarini ham bir yaqindan ko'rsatib o'ting. Hurmatli obunachilar, bu traktorimiz 4 ta skorsda oldiga, orqaga bemalol harakatlarni oladigan traktorlar sirasiga kiradi azizlar. Bu traktorimizning oldida o'ziga qo'shib beriladi. 6 ta 25 kilodan tosh qo'shib beriladi sizlar uchun azizlar. Xo'p, bartovoy, ichki bartovoy hisoblanadi bu traktorimiz. Balon oraliqlari yaqinroq olib keling. Orqa qismlarini ham ko'rsataylik. Balon oraliqlari 1.30 ga 1.40 azizlar, mana bemalol ko'rishlar mumkin. Ya'ni lomlari ham maxsus mana himoyalangan. Ko'rishlar mumkin. Rullari gidrovilka. Bu traktorimizda nasatkalari yo'q. Hozir traktorimizning o'zi sotuvda azizlar. Keyin bu katta shassi, ya'ni baquvvat traktorlar sirasiga kiradi azizlar. Juda ham ko'pchilik traktoristlar shu narsaga e'tibor qaratadi. Ya'ni baquvvatmi yo'qmi so'rashadi. Bu katta shassi hisoblanadi. Bu traktorimiz yoqilg'i tanlamaydi, ya'ni apparat azizlar. Bu yoqqa ham yaqinroq olib keling. Traktorimizning ya'ni frezasi, ya'ni obroti 540 ga 1000. Buni ham ko'rsatib o'ting. 4 ta skorsga ega. Toshbaqa quyon rejimlari bor, ularni ham ko'rsatib o'ting. Traktorimizning soyaboni bor, ya'ni bez kabina deyiladi. Uni ham bitta ko'rsatib o'ting. Juda ham ko'pchilik bog'larga ishlatayotgan payti bu qismlarni olib tashlab bemalol ishlatsa bo'ladi. Panellarga ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Azizlar, bu traktorimizda yoqilg'i tanlamaydi. Narxiga keladigan bo'lsak, $9000 ozgina yo'q o'tiladigan joyi bor. Azizlar, naqdga pensiyaga xarid qilsanglar bo'ladi. Bu traktorimizda hozir sotuvda 5 ta dona qolgan. Tez shoshilamiz. Bitta umumiy ko'rinishni ham ko'rsatib o'ting. Azizlar, qolgan ma'lumotlar kam bo'lgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirganman. Bemalol o'sha nomerlar orqali ma'lumot olsanglar bo'ladi.